Mahsulotlar ro'yxatini qanday kengaytirish mumkin? Men bu savolga bir necha jumla bilan javob bermoqchiman va agar biz ushbu qoidalarga rioya qilsak, bola darhol biz xohlagan hamma narsani yeyishni boshlaydi. Ammo bolalarning barchasi boshqacha va har biri alohida yondashuvni talab qiladi. Biz albatta tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, biz ota-onalar noto'g'ri ish qilyapmiz. Shunday qilib, biz ko'pincha bolani alohida ovqatlantiramiz va chaqaloq har doim kattalar qanday ovqatlanishini ko'rmaydi. Esda tutingki, bolalar yoshligida kattalarning xatti-harakatlarini aks ettiradi. Agar bola sizni ovqat yeyotganingizni ko'rmasa, u sizdan keyin takrorlamaydi. Shuning uchun qo'shma ovqatlarni kiritishni unutmang. Hamma stolda o'tirganda va hamma birga ovqatlanayotganda, chaqaloq ovqatlanayotganda yoki siz ularni ovqatlantirganda nafaqat gaplashib, telefoniga qarab. Bolaga turli xil taomlarni taklif qilishda davom eting va o'zingiz ham ularni yeyishingizni ko'rsating. Bolani ovqat tayyorlashga jalb qiling. U sizning qanday ovqat tayyorlayotganingizni ko'rsin, o'zi ham ishtirok etsin, makaronni suvga tashlasin, meva va sabzavotlarni yuvsin, dasturxon tuzishda yordam bersin. Bolajon bilan birga do'konga boring. Unga topshiriq bering, masalan, do'konda biror mahsulotni topishni so'rang. Uyda esa uni birga yuvib, tayyorlab va tatib ko'ring. Bu bola darhol uni o'z ratsioniga qo'shadi degani emas. Lekin bir marta tatib ko'rgandan so'ng yana va yana takrorlash mumkin va vaqt o'tishi bilan uni odatiy taomlar qatoriga kiritish mumkin. Bolaga ovqatni o'ziga mustaqil tarzda solishga ruxsat bering, shunda u ovqat miqdorini o'zi belgilay oladi. Ko'pincha biz bolaga oldindan ovqat solingan likopchani qo'yamiz va undagi ovqat bolaga kerakligidan ko'proq bo'lishi mumkin. Tarelkadagi ovqatning ko'pligi bolada biroz stress keltirib chiqarishi mumkin. Bolani ratsionini kengaytirish uchun uni ovqat tayyorlash jarayoniga jalb qilish, kechki ovqatda nimani yeyishni xohlashini muhokama qilish muhim. Bularning barchasi yumshoq, o'yin tarzida bo'lsa, bolada ovqatlanishdan oldingi stressni kamaytirishga yordam beradi. Va esda tuting, bolani ovqat yeyishga majburlamang, unga o'zingiz namuna bo'ling. O'zingizning tarelkangizdagi ovqatni ishtaha bilan yeng, bolajonga taomingizdan bir bo'lak olib ketishga ruxsat bering va asta-sekin u ham qiziqib, mustaqil ravishda mamnuniyat bilan ovqatlana boshlaydi.